Okalar hammasi sotilyapti. Bahodir akam xonadonlari keldi. Bu joy ko'pchilik bilsa kerak. Toshkentda shunday Ibn Sino betongadamiz okalar. Mana gulsarlarni ko'ringlar, hammasi sotilayotgan ekan. Mana bilan yaqinroq keling. Mana ranglari ham dahshat. Undan tashqari mana bu yerda bir 350 ta o'yna uchadiganlar bor ekan okalar. Mana novot qopqonlarni ko'ringlar. Bunaqa novot qopqonlar ham ko'p ekan, duxchubilar ham bor ekan. Hammasini bittalab ko'rsataman hozir okalar. Arzon qilib beradilar hammasini. Mana bilan bitta tomosha qilamiz. 350 ta kattalar bor. Mana qaranglar. Optimiga ham sotib yuboriladi, kelishtirib qilib beradilar. Voy, mana bularni. Amalarni ko'ringlar. Ichida udda deysizlarmi, gulsar deysizlarmi, gulsari zo'rlari bor ekan. Men o'zim bir 2-3 tasini olganman shu yerda. Mana bu yerda alohida duxchubilar, hozir ularni ham olamiz, okalar. Mana bularni ko'ringlar, qora qopqon deysizlarmi, qizil qopqon, duxchubilari ham bor. Hammasidan bor, okalar. Mana tasmalar ham bor ekan bu yerda. Mana tinu tasmalar. Mana gribat qilyapti mana. Mana siz bitta haydang mashina. Mashina patolog yopib qo'ydi.